Qani oldiga. Oling. Vrachlar gapiraveradi, mazza qilib yashash. Bilaman, oling. Qani. Qoyilman sizga. Oling, ha. Uzr, sizlarni bezovta qildim. Afzal? Eshikni taqlatib kirsang bo'lmaydimi? Uzr, Sodiq Turg'unovich. Men o'zingiz tushlik qilyapsiz deb o'ylabman. Restorandan faqat bir kishiga tushlik kelishini bilardim. Bugundan boshlab ikkita kishi uchun keladi, bilib ol. Chunki men bir o'zim oqaldanmayman. Men voqli qaytding. Mahalla raisi ertaga odamlar bilan uchrashuv tashkillab berishini aytdi. Shunga qaytib kelaverdim. Yaxshi. Ishing yengil bo'pti. Uyma yurmaydigan bo'lding. Agar kerak bo'lsa, xonamdaman. Biz bilan Nosirni ko'rgani borasanmi? Biz bilan? Yana kimdir boradimi? Nazokatxonni birga olib bormoqchiman. Nosirjon xaloskorini tanimasin. Agar Afzal Sunnatullaevich borsalar, men bormaganim ma'qul. Siz ham ofis ishini hammasini evlashadi. Boramiz. Siz ham borasiz, men ham boraman. Qani, ketdik. Afzal, qononni yig'ishtirib qo'yishni aytib qo'ygin. Qani Nazokatxon, ketdik. Yig'ishtirib qo'ysin, xo'p? Aytib qo'yarsiz. Sodiq Turg'unovich. Nima qilyapsan-e? O'ynayapman. Uzuging qani? Sotdingmi? Mayli. Chiqsangiz boshqasini olib berarsiz. Dadasi, bu kunlarimiz ham o'tib ketadi. Garovga pul qidirdingmi? Nega unaqa qilding? Nima keragi bor edi shuni? Dadasi, bu yerlar zax. Kasal bo'lib qolsangiz, keyin men nima qilaman? Advokat ishlarimizni hal qilguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Mendan xavotir olma. Sen o'zingni, Xo'p, bolalarni ehtiyot qil. Xo'p, yaqin kunlarda xush xabar bo'ladi. men va bolalar duo qilyapmiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshiyam baxtimga borsizlar. Bo'lmasam nima qilardim? Siz uylar huvillab qoldi. Bolalar ham har kuni Hasan amakim keladimi deb so'rashadi. Umid bilan o'tiribmiz. Mayli. Siqilma. O'ylama. Hammasi o'tib ketadi. Bir kun kelamiz. Qariganimizda kulib eslab yuramiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Meni sizdan boshqa hech kimim yo'q. Sen ham
o'zingni ehtiyot qil. Xo'p, Rosa qarg'ish olganmi deyman shu xolanglar. Hali qizi o'ladi. Men Bahodir bilan ancha yillar avval ozgina gaplashganman. Hali eri qamaladi. Oyim haqlarda uni qidmay. U meni ortimdan yurgan. U bilan uchrashuvga chiqmaganman. Ular yaxshilar. Hozir o'lib qolaman. Nima balo? Sizlarga o'zini oyi deb ayttiryaptimi? Asosan ikkita raqamga kirish qo'ng'iroqlari bo'lgan. Lekin Imron degan yigit gaplashib olishimiz kerak, seni kutaman deb yozgan. Odamni boshga kulfat kelganda shunchalik ham tepkilash kerakmi? Sevgini o'zi yetmaydi. Sadoqat degan narsalar ham bor. Hozir sizni gaplaringizni eshitadigan ahvolda emasman. Eshitib oling. Kasasning Ko'l shaharning eng boy hududida juda katta saroy bor edi. Shohona hovli. Uning egasi Arslonxon edi. Milliardlab boy sanoatchi. Uning boyligining chegarasi yo'q edi. Uning o'g'li Zid Arslan 28 yoshli chiroyli, mag'rur va shafqatsiz yigit edi. Zidga dunyo uning oyoqlari ostida yotgandek tuyulardi. Kambag'allar uning uchun faqat xizmatkor, haydovchi yoki ishchi inson emas edi. Boshqa tomonda shaharning kichik loy hovlilaridan birida Oysha yashardi. 24 yoshda ota-onasi vafot etgan. Kichik ukasi maktabga borardi va u o'zi kichik zavodda ishchi bo'lib ishlar edi. Uning ko'zlarida orzular bor edi. Ukasiga yaxshi ta'lim berish, kichik uy sotib olish. Lekin taqdir unga hech qachon tinchlik bermagan. Bir kuni zavodda falokat yuz berdi. Mashina nosozligi sabab Oyshaning ukasi og'ir jarohat oldi. Shifokorlar 15 million so'm operatsiya uchun kerakligini aytishdi. Oysha yig'lab hamma joydan yordam so'radi, lekin hech kim bermadi. Oxiri u Zidning otasining zavod idorasiga bordi. O'sha zavodda falokat yuz bergan edi. U yerda Zid bor edi. Oyshaning ko'rib kulib yubordi. Voy, kambag'al qiz ham sudga keldimi? Ukang o'zi ahmoq edi. Mashinani boshqarayotganda uxlab qolgan. Bizning nima aybimiz? Oysha ko'z yoshlarini artib dedi. Janob, faqat operatsiya puli. Ukamning joni saqlanib qoladi. Zid 1 millionlik chek chiqarib, uning oldida yirtib tashladi. Buni ol va uyga borib ukangni qutqar. Qolganini o'zing hal qil. Biz kambag'allarga sadaqa bermaymiz. Oysha yig'lab tashqariga chiqdi. O'sha kuni u yuragida qasam ichdi. U bu oilani barbod qilib qo'yadi. 1 yil o'tdi. Oysha mehnat qildi, kechalari o'qiydi, onlayn kurslarini tamom qildi. U kichik bir kompaniyada ish topdi, marketing ijrochisi. Lekin uning asl rejasi boshqa edi. Zidning kompaniyasi katta loyiha olgan edi. Yangi zavod. Oysha o'z kompaniyasi orqali bu loyihaga kirdi. U Zidning kompaniyasiga konsalting sifatida keldi. Zid uni tanimadi. Oysha endi boshqacha edi. Chiroyli kiyim, ishonch va soxta ism Oysha Ahmad. Zid birinchi ko'rishdayoq unga qiziqib qoldi. U mag'rur edi, lekin Oyshaning aql zakovati va go'zalligi uni ta'sir qildi. U uning ortidan tushdi. Oysha reja tuzdi. Zidni sevgi bilan bog'lab, uni ishlatib, uning oilasining boyligi va obro'sini yo'q qilish. Ular yaqinlashdilar. Zid taklif qildi. Oysha rozi bo'ldi. To'y bo'ldi. Hashamatli marosimda Zidning oilasi qiz yaxshi xonadondan deb o'ylashdi. To'ydan keyin Oysha ichkaridan ish boshladi. Birinchi qadam Zidning kompaniyasi hisoblariga kirish. U Zidning ishonchi tufayli moliyaviy fayllarni ko'ra olardi. U asta-sekin noto'g'ri yozuvlar qildi. Katta operatsiyalar, soliqdan qochish va pul yuvishga ishora qilardi. Ikkinchi qadam Zidning otasini obro'sizlantirish. Oysha soxta hujjatlar tayyorladi. Arslonxon 60da bir kambag'al oilaning yerini tortib olgan va o'sha yerda bugun ularning eng katta zavodi qurilgan. Uchinchi qadam Zidni ruhiy jihatdan sindirish. U kechalari Zidga aytardi: "Sening otang juda zolim, sen ham shunday bo'lib qolyapsan." Zid avval kulardi, lekin asta-sekin shubha paydo bo'ldi. Bir kuni soliq idorasi reyd qildi. Arslonxonni hibsga olishdi. Kompaniya aksiyalari tushib ketdi. Zid jinni bo'lib qoldi. Oysha Zidga dedi: "Endi sen bilasan, kambag'al nima his qiladi, hayoti barbod bo'lganda." Zid hayron. Sen kimsan?" Oysha ro'molini yechdi.
Men o'sha Oyshamanki, ukasi sening zavodingda jarohatlangan edi. Sen unga 1 millionlik chekni yirtib tashlagan eding. Zid tizzalab o'tirdi. Kechir, men xato qilganman. Oysha dedi. Kechirin endi ma'nosiz. Sening otang qamoqda. Kompaniyani tugayapti. Onang yig'layapti. Endi sen ham men nima his qilganimni his qil. Lekin Oyshaning ham yuragi yorilib borardi. U Zidni sevib qolgan edi. Uning ko'zlaridagi chin pushaymonlik uni azoblayotgan edi. Bir kecha Zid o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Oysha uni qutqardi. U Zidga dedi: "Men qasos olmoqchi edim. Lekin endi tuyuladiki, qasos meni ham barbod qildi." Zid yig'lab dedi: "Men hamma narsani qaytaraman. Otamni qutqaraman. Ukamni davolayman. Faqat menga bir imkon ber." Oysha o'yladi. Qasos olishdan tinchlik topilmadi. Faqat nafrat ko'paydi. U politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Soxta hujjatlar ekanligini tan oldi. Bu hamma narsani u qilganini aytdi. Lekin Zid uni to'xtatdi. "Yo'q, bu mening aybim. Men senga azob berdim. Endi men jazosini tortaman." Sudda Zid hamma narsani tan oldi. Otasiga garov berildi. Lekin kompaniyaga katta zarar yetdi. Zidga bir necha oy qamoq jazosi berildi. Qamoqdan chiqqach, Zid Oysha oldiga keldi. Endi u boy emas edi. Kichik bir kvartira, oddiy ish. "Men seni sevaman. Chin sevgi, hali ham." Oysha ko'z yoshlarini artdi. "Men ham seni sevgan edim. Lekin qasos hamma narsani vayron qildi." Ikkalasi bir-birini kechirdi. Oyshaning ukasi tuzaldi. Zid qolgan boylig'idan uning yordamini qildi. Ular yangi hayot boshladilar. Boy kambag'al farqi yo'qoldi. Lekin Oysha bilardi, qasos hech qachon to'liq bo'lmaydi. U faqat qul qoldiradi. Va qul ichidan sevgi chiqsa, balki bu eng katta mo'jiza bo'lardi. Oxiri, agar hikoyani uzunroq qilish, boshqa burilish qo'shish yoki boshqa janrda yozish kerak bo'lsa, ayting, darhol yozib beraman. Qasosning Ko'l. Shaharning eng boy hududida juda katta saroy bor edi. Shohona hovli. Uning egasi Arslonxon edi. Milliardlab boy sanoatchi. Uning boyligining chegarasi yo'q edi. Uning o'g'li Zid Arslon 28 yoshli chiroyli, mag'rur va shafqatsiz yigit edi. Zidga dunyo uning oyoqlari ostida yotgandek tuyulardi. Kambag'allar uning uchun faqat xizmatkor, haydovchi yoki ishchi, inson emas edi. Boshqa tomonda, shaharning kichik loy hovlilaridan birida Oysha yashardi. 24 yoshda ota-onasi vafot etgan. Kichik ukasi maktabga borardi va u o'zi kichik zavodda ishchi bo'lib ishlar edi. Uning ko'zlarida orzular bor edi. Ukasiga yaxshi ta'lim berish, kichik uy sotib olish. Lekin taqdir unga hech qachon tinchlik bermagan. Bir kuni zavodda falokat yuz berdi. Mashina nosozligi sabab Oyshaning ukasi og'ir jarohat oldi. Shifokorlar 15 million so'm operatsiya uchun kerakligini aytishdi. Oysha yig'lab hamma joydan yordam so'radi, lekin hech kim bermadi. Oxiri u Zidning otasining zavod idorasiga bordi. O'sha zavodda falokat yuz bergan edi. U yerda Zid bor edi. Oyshaning ko'rib kulib yubordi. "Voy, kambag'al qiz ham sudga keldimi? Ukang o'zi ahmoq edi. Mashinani boshqarayotganda uxlab qolgan. Bizning nima aybimiz?" Oysha ko'z yoshlarini artib dedi: "Janob, faqat operatsiya puli. Ukamning joni saqlanib qoladi." Zid 1 millionlik chek chiqarib, uning oldida yirtib tashladi. "Buni ol va uyga borib ukangni qutqar. Qolganini o'zing hal qil. Biz kambag'allarga sadaqa bermaymiz." Oysha yig'lab tashqariga chiqdi. O'sha kuni
U yuragida qasam ichdi. U bu oilani barbod qilib qo'yadi. 1 yil o'tdi. Oysha mehnat qildi. Kechalari o'qiydi. Onlayn kurslarini tamom qildi. U kichik bir kompaniyada ish topdi. Marketing ijrochisi. Lekin uning asl rejasi boshqa edi. Zidning kompaniyasi katta loyiha olgan edi. Yangi zavod. Oysha o'z kompaniyasi orqali bu loyihaga kirdi. U Zidning kompaniyasiga konsalting sifatida keldi. Zid uni tanimadi. Oysha endi boshqacha edi. Chiroyli kiyim, ishonch va soxta ism Oysha Ahmad. Zid birinchi ko'rishdayoq unga qiziqib qoldi. U mag'rur edi, lekin Oyshaning aql zakovati va go'zalligi uni ta'sir qildi. U uning ortidan tushdi. Oysha reja tuzdi. Zidni sevgi bilan bog'lab, uni ishlatib, uning oilasining boyligi va obro'sini yo'q qilish. Ular yaqinlashdilar. Zid taklif qildi. Oysha rozi bo'ldi. To'y bo'ldi. Hashamatli marosimda Zidning oilasi qiz yaxshi xonadondan deb o'ylashdi. To'ydan keyin Oysha ichkaridan ish boshladi. Birinchi qadam Zidning kompaniyasi hisoblariga kirish. U Zidning ishonchi tufayli moliyaviy fayllarni ko'ra olardi. U asta-sekin noto'g'ri yozuvlar qildi. Katta operatsiyalar, soliqdan qochish va pul yuvishga ishora qilardi. Ikkinchi qadam Zidning otasini obro'sizlantirish. Oysha soxta hujjatlar tayyorladi. Arslonxon 60 ta bir kambag'al oilaning yerini tortib olgan va o'sha yerda bugun ularning eng katta zavodi qurilgan. Uchinchi qadam Zidni ruhiy jihatdan sindirish. U kechalari Zidga aytardi: "Sening otang juda zolim. Sen ham shunday bo'lib qolyapsan." Zid avval kulardi, lekin asta-sekin shubha paydo bo'ldi. Bir kuni soliq idorasi reyd qildi. Arslonxonni hibsga olishdi. Kompaniya aksiyalari tushib ketdi. Zid jinni bo'lib qoldi. Oysha Zidga dedi: "Endi sen bilasan, kambag'al nima his qiladi hayoti barbod bo'lganda." Zid hayron. Sen kimsan?" Oysha ro'molini yechdi. "Men o'sha Oyshamanki. Ukasi sening zavodingda jarohatlangan edi. Sen unga 1 millionlik chekni yirtib tashlagan eding." Zid tizzalab o'tirdi. "Kechir, men xato qilganman." Oysha dedi: "Kechirin endi ma'nosiz. Sening otang qamoqda, kompaniyani tugayapti, onang yig'layapti. Endi sen ham men nima his qilganimni his qil."